Fidel Castro 49 yil davomida Kubani kuchli intizom bilan boshqargan inqilobchi, kommunistik mafkuraning ramzi va 20-asr siyosiy sahnasining eng sirli arboblaridan biri edi. 1926-yil 13-avgustda Biran mintaqasida tug'ilgan Castro 1959-yilda Fulgencio Batista rejimini qullatib, butun tizimni o'zgartirdi. Xususiy mulkni milliylashtirdi, siyosiy muxolifatni yo'q qildi va Kubani yagona partiyali kommunistik davlatga aylantirdi. U 1959-yildan 2008-yilgacha, ya'ni 49 yil uzluksiz mamlakatni boshqargan. Hokimiyatni mustahkamlash jarayonida Castro har qanday qarshilikni inqilob dushmanligi sifatida baholadi. 1960-yillarda uning buyruqlari bilan minglab muxoliflar qamoqqa tashlandi. 2000 dan ortiq inson o'lim jazosiga hukm qilindi. 80 mingdan ortiq kishi esa siyosiy sabablar bilan hibsga olindi. Har bir mahallada tuzilgan inqilobni himoya qilish komitetlari orqali 8 millionga yaqin fuqaro o'z qo'shinlarining harakatlarini nazorat qilishga majbur bo'lgan. Bu butun xalqni kuzatuv tizimiga aylantirgan. AQSh va G'arb davlatlari uchun Castro yo'q qilinishi kerak bo'lgan dushman edi. Aynan shuning uchun ham unga qarshi tarixda eng ko'p uyushtirilgan suiqasdlar ro'yxati qayd etilgan. Markaziy razvedka boshqarmasi va boshqa maxfiy xizmatlarning ma'lumotlariga ko'ra, Fidel Castroga qarshi 638 marotaba suiqasd uyushtirilgan. Ular orasida portlovchi sigara, zahar solingan qahva, kimyoviy modda bilan ishlov berilgan sho'ng'in kiyimi, hatto soch to'kiladigan krem bilan sochlarni yo'qotib, xalq oldida obro'sizlantirish rejasi ham bo'lgan. Har bir urinish muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Castro o'zi aytgandek, agar omon qolish san'at bo'lsa, men uning eng katta ustasiman degan. Suiqasdlar bilan bir qatorda Kuba ichida 20 dan ortiq davlat to'ntarish urinishlari bo'lgan. 1961-yil aprel oyidagi eng yirigi Playa Girón operatsiyasi edi. Bu operatsiyada AQSh tomonidan tayyorlangan 1400 nafar qurollangan surgun kubaliklar orolga bostirib kirgan. Biroq Castro qo'shinlari 72 soat ichida barchasini mag'lub etgan. Bu voqea uning siyosiy mavqeini mustahkamlab, uni imperializmni yenggan lider sifatida afsonalashtirdi. Castro ichki siyosatda xalq uchun qat'iy nazorat siyosatini davom ettirdi. 1965-yilda u kommunistik partiyaning yagona siyosiy kuch sifatida e'lon qildi va barcha mustaqil tashkilotlarni tugatdi. Senzura kuchaydi va har qanday norozilik davlatga xiyonat sifatida talqin qilindi. Iqtisodiyotda Castro sotsialistik tenglikni shior qilib, amalda markazlashgan va samarasiz tizimni yaratdi. 1962-yilda AQSh Kubaga to'liq iqtisodiy embargo joriy qilgandan so'ng mamlakat to'liq SSR yordamiga bog'lanib qoldi. Sovet ittifoqi qulagach Kuba maxsus davrga kirdi. 1991-1995-yillar oralig'ida aholining 35% oziq-ovqat taqchilligiga, energiya ta'minotining 50% uzilishlariga, ish haqlari esa 70% dan ortiq qisqarishiga duch keldi. Shunga qaramay Castro tashqi siyosatda faol edi. 1975-1989-yillar oralig'ida Kuba 100 mingdan ortiq harbiy xizmatchilarni Afrika frontlariga, ayniqsa Angola, Efiopiya va Mozambikka yubordi. Bu aralashuvlar SSR bilan hamkorlikda olib borilgan va internatsional yordam deb atalsa-da, ularning narxi Kubaga iqtisodiy tanazzul bo'lib qaytdi. 2006-yilda sog'lig'i yomonlashgan Castro hokimiyatni ukasi Raul Castroga topshirdi.